Umrlar o'tadi suv kabi toshqin, goho behalovat, gohida sokin, garchi izmingdamas shum shiddat oqim, o'zliging unutmay yashasang lokin, dunyoda yashadim desang haqqing bor. Qadaming zarbidan bir gul sinmasa, qalbingda mehrning cho'g'i so'nmasa, muruvvat chashmasi toshsa, tinmasa, bearmon yashadim desang haqqing bor. Farzandlar etaging joynamoz bilsa, izingni o'ziga qablagoh qilsa, quyoshday boshingga jonso'z egilsa, dardingdan qon yutib, zavqingdan kulsa, nomim mangu yashar desang haqqing bor. Ha, yurtimizda insonday yashadim deyishga haqqi bo'lgan tabarruk zotlar ko'p. Shulardan biri biz bugun xotirasini esga olayotganimiz tug'ilgan kunlariga 90 yil to'lgan ustoz Xayrullayev Kamol Xayrullayevdir. Ijozatingiz bilan ustozning sermazmun hayot sahifalarini birma-bir varaqlasak. 1910-yilning 27-marti, ayni bahor pallasi. Xayrulla akalar xonadonida to'ng'ich o'g'il tug'ildi. Unga Kamoljon deb ism qo'ydilar.